bolalarini noto'g'ri tarbiya qilib qo'yish ham isrofdan degan ekanlar ulamolar. Farzandlari bor, qizlari bor, o'g'illari bor, mana shularni noqobil qilib voyaga yetkazib qo'yish ham isrofdan. Nimaga? Xudo bergan ne'matni zoil qildi bu. Xudo farzand degan ne'matni beruvdi, nima qildi? U noqobil qilib katta qilib qo'ydi. Jamiyatga zarari tegadigan qilib katta qilib qo'ydi. Bu ham nima ekan? Bu ham isrof ekanda. Alloh bergan ne'matni zoil qilish isrof hisoblanadi. Zoil degani yo'q qilish degani. Ulamolar aytgan ekanlar, isrofni 3 qismga bo'lsak bo'ladi. Isrofning eng yomon ko'rinishi bu mol-mulkni harom ishlarga sarflash. Yumshoqroq qilib aytganda, biz uchun dunyo ham oxiratimizga ham foydasi tegmaydigan akaxonlar va ukaxonlar, palonchilarga zo'rdan zo'r qilib osh qilib beradi-yu, uydagilari shirshir mastava ichadi. Bu isrof hisoblanadi, birodarlar. Ulardan foyda yo'q. Mayli diyonatlik bo'lsa, siz uchun ilm tarqatadigan, ziyo tarqatadigan yo qanaqadir biznesingizga foyda yoki qanaqadir joyga foyda bo'lsa, mayli. U ham haddan oshmasdan, lekin behuda ko'cha uchun, behuda narsalar uchun oshna oyni bo'ladigan bemaza kimsalar bor-da, ular uchun katta-katta choyxonalarda osh qiladi, lekin uy uchun hech narsa olmaydi. Erkakni nafas tekkan oshni olib borib turib, xuddi nimadek otgan ovqatini olib borib, mana uni yeb olinglar deydi. Bu isrof hisoblanadi. Mana ulamolar birinchisi sanaganlar ekanlar. Zarur hojatlar qolib, zeb-ziynat va dabdabaga sarflash. Farzandini daftar ruchkasiga, kiyim-kechagiga kerak, lekin parda olish kerak-da bu kishi. Xotini kasal, uni qo'yib turib, o palonchi dachaga borib dam olib kelishlari kerak. Palonchi joylarga borishlari kerak. Ertaga o'zi tuzalib qoladi, u tuzaladi, unisiz ham Alloh shifoni beradi, lekin bu joyda isrof qayerda bo'lyapti? O'rniga sarflanmayapti-da. Sarf xarajatlarda mo'tadil holatdan chiqib ketish ham shunaqa. 300 kishimi, 500 kishimi chaqirib turib, yaqin qilib to'y qilsa ham bo'ladi. 5000 kishi chaqirib to'y qilsa ham bo'ladi. Lekin to'ydagi asosiy maqsad nima edi? Asosiy maqsad domla nikohini o'qib qo'yish edi. Yana asosiy maqsad nima edi? Ulug'larni chaqirib duosini olib qo'yish. Qarindosh urug'larga bunday e'lon qilib qo'yish, mahalla kuyiga e'lon qilib qo'yish edi. Bu narsadan oshib, mana ularni ham qo'varamiz-da, biz palonchak ham kelsalar, xafa bo'lib qoladilar. Allohchi, Alloh sizdan rizochiligi kerak emasmi?